Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Xudo xolasa yana 50 kilodagi obyektimizdan boshladik. Zagotovka etdik. Xudo xolasa ertaga karich o'rishmani boshlaymiz. Bismillah deb sizlarga hozir qisqacha tarzda bir obyektimizni tushuntirib o'tamiz. Berimizda katta gaz plita bo'ladi. Uzunligi 75 sm, рабочий stol где-то 75 sm deyin, 70 sm deyin. Katta qozonimiz 20 kiloluk, katta mangalimiz, bir de 10 kiloluk qozon, рабочий stoli bilan bir de katta moyka bo'ladi. Xudo xolasa bu obyektimiz Korolevskiy uzorda chiqadi. Gaz plita, dronik xonasi moyka açık turadi, bilasizlar. İkisini ham açık turadi. Uylari hammasi erka bo'lib ishlanadi do'stlar. Mangaldan og'zi erka bo'lib ishlanadi. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilib borasizlar. Shu ekrandagi telefon nomerlarimizdan murojaat qilaverasizlar. WhatsApp, Telegram, imo ishlab turibdi. O'zingiz musofirda bo'lsangizlar ham bemalol WhatsApp orqali chiqsangizlar, gaplashib, ko'rib gaplashib olsak bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa bu obyektimizdan boshlaymiz yana. İnşallah ko'rib boraverasizlar. Buni videoni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya bosib qo'yinglar do'stlar. Gündeki video 2-3 video çıkaramiz. Qisqa videolardan ko'rib boraverasizlar do'stlar. Siz sog' bo'linglar, omon bo'linglar do'stlar.